Nima qilyapsan bu yerda? Karavotlarimiz bor, o'zingizga ehtiyot qiling. Ana u singlimmi bu yerda nima qilyapti? Tushunmadim bularga. Nima qilyapsan bu yerda? Sen nima qilib yuribsan bu yerda? Jinni bo'ldingizmi? Ertalab karavot muammosi bo'ldi-ku uyda. Karavot muammosi bo'lsa nima u? Uydagilarga surpriz qilish uchun shu yerga kelgandim karavot tanlashga. Akajon, siz bizni noto'g'ri tushundingiz. Singlingiz bizdan karavot so'rab keldi. Faqat assortiment ko'p. Oldi yopiq karavotlarimiz bor 2600 dan. Oldi ochiq karavotlarimiz bor 2,5 milliondan. Bizni obrachaga kelsa, har qanaqa karavot bo'lishidan qat'iy 100 ming so'm bonusi bor. Undan tashqari Surxondaryo bo'ylab mutlaqo tekinga dastavka qilib beramiz. Uningizga aka keyin mana bu yoqda nimalarimiz bor? Akajon, bundan tashqari mana shunaqa bir kishilik divanlarimiz, oshxona mebellarimiz, mana sifatini ko'ring aka. Ichiga kiyim, kechak, kerakli narsa hammasini solib qo'ysangiz bo'ladi akajon. Bemalol chiqib ko'ring opajonim. Demak ko'tarar ekan. Bunaqa oshxona mebellarimiz bor. Hammasini ko'rishingiz mumkin. Bularda ham mana shunaqa sandiqchalari bor. Bular 2 million 400 dan. Bu divanlarimiz bir kishilik divanlar 1 million 400 dan. Kiraverasizlar, bularga 50 ming so'm bizning hisobdan keladi. Bularga esa 100 ming so'm chegirmasi bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Bular ham Surxondaryo bo'ylab tekinga dastavkasi bor. Aka ko'rdingizmi? Oilamizga yaxshi narsalarni ilingan holda mana shu yerga keldim. Nafaqat oilangiz, biz barcha obunachilarimiz, barcha xalqimizga yaxshi narsalarni ilingan holda mana shu karavotlarni sizlar uchun shu Aslan akamiz oldiga ko'rsatyapmiz. Aslan aka, Qiziriq jahon bozoriga keldik. Surxondaryodagi eng zo'r karavotlarni ko'rib turibmiz. Surxondaryo bo'ylab barcha mahsulotimiz tekinga, mutlaqo tekinga dastavkaga yetkazib beriladi. Faqatgina Surxondaryo bo'ylabmi aka? Yo'q, nafaqat Surxondaryo, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka beramiz. Kelishtirilgan narxlarda bo'ladi. Sizning pasportlaringizni yana ham kelishtiramiz. Barchani kutamiz Qiziriq jahon bozorida. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqamiz.